Nimaga meni xohlagan narsam bo'lmayapti. So'ragan narsalarim tez kelmayapti. So'ragan narsangiz tez kelishi uchun hamma ishni qilyapsiz. Masalan, pozitivda yuribsiz, jelaniyalar yozyapsiz, Allohdan so'rayapsiz, ibodat qilyapsiz, harakat qilyapsiz, mehnat qilyapsiz, lekin kelmayapti. Siz eng muhim narsani unutgansiz. Bu uyqu. Agar uyqu normada bo'lmasa, agar uyqu to'laqonli bo'lmasa, sizni energiyangiz bo'lmaydi. Energiyasi yo'q odamga xohish isteklari ham kirib kelmaydi. Shuning uchun energiyani balansga solish uchun uyqu rejimi bo'lishi shart. Aynan uyqu tungi uyqu bo'lishi kerak. Kechqurun soat 10 da siz o'sha postelda yotgan bo'lishingiz kerak. 11 da qattiq chuqur uyquga ketgan bo'lishingiz kerak. Kunduzi siz 24 soat uxlasangiz ham aynan tungi 4 soat, 5 soatlik uyquni o'rnini hech narsa bosmaydi. Chunki o'zini gormonlari bor, o'sha tunda ishlaydigan gormonlar bor, ya'ni melatonin kunduzi ishlamaydi. Shuning uchun siz balansda bo'lishingiz uchun, sizga oqim kelishi uchun o'zingiz balansda bo'lishingiz kerak, ya'ni kuch-quvvatda bo'lishingiz kerak.